Şimdi kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek var. Qolsan, Instagramga trend otdim. sen kimdandir ruxsat so'radingmi? Yo, mendan ruxsat so'radingmi? Maqta hozir hamma shunaqa qilyapti-yu. O'sha hamma deyotgan odamlarni aka-ukasida nomus bo'lmasa, meni nomusim bor. Tushundingmi meni? Ana o'rtog'ingiz xotini ham Instagramga kirib bloger bo'lib ketgan-u. Hadicha, ovozingni ko'tarma. Unga javob beradigan eri bor. Yana bitta narsa, u o'zini reklama qilayotgani yo'q, tovari. Ya'ni sotilayotgan kiyim-kechakni reklama qilyapti. Sanchi? Sen o'zingni reklama qilyapsanmi? Hozir hamma bloger u nima qilibdi? Menga qara. Blogerlik tushunchasini bilasanmi? Boshqalar yomon narsalarni targ'ib qilyapti. O'yin kulgi bemaza narsalarni chiqaryapti. O'zini reklama qilyapti. Orqasidan qancha yoshlar buzilayotganini bilasan? Keraksiz orzularga, deb kelajagi yo'q narsalarga intilayotganini ko'ryapsanmi? Maydalashib o'tirmayman. Qaytib kirganingni ko'rmay.